23 yoshgacha futbolchilar o'rtasida o'tkazilgan Osiyo chempionatida zafar quchgan futbolchilardan biri Rustam Ashurmatov yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilgan. U chempion bo'lgani uchun prezident tomonidan sovg'a qilingan Malibu avtomobilini boshqarib ketayotgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ashurmatov yulduzlik kasaliga chalingani uchun ham qoidalarni pisand qilmay qo'ygani qabilidagi izohlar qoldirilgan. Nashr vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida futbolchining o'zi bilan bog'langan. Ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirilganchalik ish bo'lgani yo'q. Ertalab mashg'ulotlarga ketayotgan vaqtimda yo'l-patrul xizmati xodimi to'xtatdi. Yo'l chetida to'xtadim va hujjatlarimni taqdim etdim. U hujjatlarimni tekshirdi va qachon davlat raqamini taqishimni so'radi. Men 2-3 kunda davlat raqami olishimni aytdim va hujjatlarimni qaytib oldim. Boshqa hech qanday gap yo'q. Qoidani ham buzmadim. Qonun oldida chempion ham, oddiy inson ham barobar. Shuni tushunib yo'l qoidalariga bo'ysunamiz. Ularni buzadigan bo'lsak, xuddi futboldagi kabi qoida buzganimiz uchun jazolanishimizni yaxshi anglaymiz, degan Ashurmatov.